Sizga probeglariga javob o'rtoqlar. Chunki bu mashinani o'zimiz ham borib tekshirib ko'rib oldik. Nima deymiz? Hozir to'g'ri mana shu musofirdan telefon qiladiganlar ozgina qiynalib telefon qilishyapti. Shunaqa. Men o'zlarim bilan gaplashib turman. Endi mana Rossiyalarda Telegramlar yaxshi ishlamayapti qancha. Salondan hali mashinaning hidi ketmagan. Bez probeg. Gap yo'q lekin. Prosta bitta olib soat yarim soat vaqtingiz ketsa, hozir 40-45 minut vaqt ketadi. Nimani hisobiga? Bankka borib shot ochtirasiz, pul qo'yasiz, shartnomangiz bank notariga kirasiz, bo'ldi. 24 ming yurgan, bor yo'g'i. Tushundingiz, mana nomerlaridan ko'rsatdingiz, o'sha bizga sotgan odamni o'zi ham ko'rsin. Bizda aldov degan narsa yo'q, bo'ladigan narsa. Gentra narxlariga qiziqadigan obunachilar uchun bugungi videomiz Gentra narxlaridan bo'ladi. 19-aprel sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoridan ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Gentrani bez probeklarini topish hozirgi vaqtda muammo bo'lib qolgan, lekin biz bez probeklaridan ham ko'rsatib o'tamiz. Albatta, Rustam akamiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aziz Rustam aka kanali obunachilari, aziz vatandoshlar, musofirdan bizdan doim kuzatib boradigan aka-ukalarimiz. Nima deymiz? Hozir to'g'ri mana shu musofirdan telefon qiladiganlar ozgina qiynalib telefon qilishyapti. Shunaqa. Men o'zlarim bilan gaplashib turman. Endi mana Rossiyalarda Telegramlar yaxshi ishlamayapti qancha. Shunday. Bilsangiz, WhatsApp, imo orqali gaplashib turibmiz. Ya Xudoga shukr, yaxshi. Olsa, olishmasa, maslahatlar so'rab, telefon qilib turadigan aka-ukalarimiz bor. Xo'sh, bugun mana haftaning yakshanba kuni, chislomiz 19-aprel kuni obzorimiz Sergeli mashina bozoridan bo'ladi, Toshkent shahardan. Kimlardir bilmay qolishmasligi uchun manzilni ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Xo'sh, bugun obzorimizda Xudo xolasa Gentralar zo'rlari bor. Ilhom tog'a, assalomu alaykum. Lekin anchadan beri Ilhom tog'am ko'rmay qoldilar. Shunday, tog'amiz ham ukalarimiz yozib turishadi. Bu Ilhom tog'a faqat kechib yurayotganda, mana Ilhom tog'am xayriyat magan bugun o'z vaqtidalar. Xo'sh, nima deymiz? Mashinalar olib kirdik o'rtoqlar. Bozorda holatni gapirib o'taman. To'g'risini aytish kerak, tan olish kerak. Buni bekitadigan joyi yo'q. Bozorda savdo juda sust. Ancha kamayib qolgan. Juda ham sust. Savdo pashti yo'q. Ro'zadan keyin bir zo'r bo'lib adashmasam. Ro'zadan keyin ro'zaning ichida ham savdo yaxshi bo'ldi. Lekin hozir shu kecha kunduzda bozorimiz juda sust. Sabab nimaga? Mana soatimiz 9:30 bo'ldi. Ertalab 9:30. Bundoq qarasangiz, bozorda faqat bozorchilardan boshqa pashti odam yo'q. To'g'risi, bu haqiqatni aytish kerak. Endi shunga qarab narx-navo chiqadi-da. Misol mana kimdir kelib turib mashinaning narxini tushir, boshqa deydigan odamni o'zi olasiz, savdo bo'lmagandan keyin narxni arzon qo'yaverasiz. Iloji yo'q. To'g'risi, meni xarakterim shunaqa. Birinchi hafta chiqdim, sotdim, keyin hafta 200-300 tushirib boraveraman. Go'y vaqt o'zi narxiga ham, zararga ham sotamiz. Mayli, endi bozor bu. Nima deyman, o'rtoqlar? Nima sabab deb o'ylaysiz? Oluvchi yo'q. Oluvchi yo'q. Boshqa hech narsa sabab emas. Mana shunaqa Rustam aka mashinasini sotolmayotganlar bo'lsa, o'zingiz olib qolaverasiz. Sotiladigan mashinalar men har videoda aytib o'taman o'rtoqlar. Misol mana kimnidir uyida mashinasi turibdi. Bozorga olib chiqib sotishga qiynaladi. Shunday. To'g'rimi? Sotishga qiynaladi. Yoki bozorga kelgisi kelmaydi. Sotaman sizlar, uylarga borib mashinani ko'rib, mana shu ikkita mashinani ham uylardan borib olib keldik-da misol. Borib ko'ramiz, savdosini qilamiz. Bitsa, pulni naqd sanab berib olib kelaveramiz. Keyin men bu hozir 1-aprelda mana naqd olib sotdi. Mas bank orqali bo'ldi-ku. Shunday karta. Bu sistema juda oson. Unaqa boshda biz ham rosa qo'rqamiz. Yo'q, yo'q, juda oson. Prosta bitta olib sotib yarim soat vaqtingiz ketsa, hozir 40-45 minut vaqt ketadi. Nimani hisobiga? Bankka borib shot ochtirasiz, pul qo'yasiz, shartnomangiz bank notariga kirasiz, bo'ldi. Lekin muammo joyi, qiyinchilik joyi yo'q. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. O'rtoqlar, sotiladigan mashinalar bo'lsa, mana shu ekrandagi telefonlarga ertalab soat 8 dan kechqurun 24:00 gacha yoki 24:07 soat farqi yo'q. Telefon ishlaydi, telefon qilaveringlar, sotib olamiz. Yaxshi mashinalar. Gentra, Cobalt, ko'pchilik Cobalt olmaysizmi deydi-da. Cobalt ham olaman o'rtoqlar. GMdan chiqadigan mashinalar urasiz. Cobaltni ham misol любой xilini olaman. Mexanika, avtomat farqi yo'q. Cobalt bo'lsa ham aytaveringlar o'rtoqlar, faqat Gentra emas. Gap yo'q. Bo'lmasa obzorimizni mana shu yerda ikkita Hasan Husan olib qo'yganman. Ikkovi ham mexanika bez probeglar. Qarang. Ikkalasi ham 23 ga 24. Mexanika. Bunimiz 2000 km yurgan, bunimiz 440 km yurgan.
440 unaqa probekli mashina. Endi почти без пробег. Shunaqa. O qilingan ishlarni aytadigan bo'lsak, faqat bunisiga pult qo'yilgan, bunisi zavod holat. Shu holatda turibdi. Ha. Endi buni kimdir oladigan bo'lsa, o'rtoqlama hozirdan o'tib ketay. Narx-navomizga to'g'ri kelsa, xolasalar 4 ta balon, polik, chexol, yana nima kerak bo'lsa qo'yib ham beraman. Bu endi toza zavod holat. Shu bitta ko'rsatadi. Toza zavod holat. Ichlari bilan oling, mana birinchi salonni oling. Gentra'ning yangisi boshqachada baribir. Salondan hali mashinaning hidi ketmagan. Без пробег. Gap yo'q lekin. Buni shu bitta xonadonga yotgan joydan olib keldi o'rtoqlar. Mana motorni bitta oling. Mana 440 kilometr yurgan. 440 kilometr. 400 ming emas. 440 kilometr, почти 500 kilometr ham yurmagan-da. Xo'sh. Bunisi 2000 kilometr yurgan. bitta mejigar qo'yilgan ekan. Mejigar qo'yilgan. Mana buni ham atsekini olaydi. Bu 2000 kilometr yurgan. 2000 gina yurgani bu. 2000 yurilgan bu. Mana motor atseklari. Endi kimdir mana mexanika olaman, pachkasini olaman deydiganlarga. Bu mashinamiz ikkalasida ham kraskasiga, probeglariga javob o'rtoqlar. Chunki bu mashinani o'zimiz ham borib tekshirib ko'rib oldik. Shuning uchun o'rtoqlar kraska, probeglarga 100% javob. Narxiga keladigan bo'lsak, narxiga 2000 yurganimizda $12300 so'rab turibmiz. 12300 ga. Ha, narxidan o'tib beriladi. Kam bo'ladi. Xo'sh, bez probegimiz 440 kilometr yurganimizda 12,5 so'rab turibmiz. Narxidan o'tib beriladi. Ana hozir mana shu qo'yadigan 12300 ga 12,5 qo'yilyapti-ku, bular narxidan o'tib beriladi. Taqalgan narx emas. Xo'p, nasiyaga olamansalar $3000 bilan 12 ta olayotgan nasiyaga ham chiqib ketaveradi. Bank olamansalar xohlagan banklardan qilib beramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Mana mexanika olaman deydiganlarga mana shu kelsalar 3000 pullar bo'lsa nasiya qilib beraman. Bank orqali olamansalar xohlagan banklardan qilib beraman. Gentra nima deydi? Hozir kam bo'lib qoldi, bunaqa bez probegini topish qiyin. Qiyin. Bor. Qatladadir turibdi, lekin topish qiyin. Mana misol mana shu bunisini bitta odamning uyini olgan bo'lsam, bunisini bir o'sha bitta mahalladan olindi-da, ikkita xonadondan olindi. To'g'ri, 2000 yurgan, bu 440 yurgan. Egalari ham ko'rib turgan bo'lsa kerak. Chunki menga shu YouTube orqali chiqqan, borib olganman. O'zingiz obunachilaringiz? Ha, o'zim obunachilarim. Xo'p, keyingi mashinalarga o'tamiz. Endi bu haftaga G'anisher, Ilhomtog'a mashinalar antikvar bo'lib ketdi. Har xilidan bor. Antikvar. Bunaqa medallik, bunaqa benzinli bo'ldingda. Ha. Mashina antikvar bo'lib ketdi. Mana endi mashinani bitta bagaj holatini ko'rasiz. Faqat yilini, probegini hozircha so'ramay turasiz. Surpriz bo'ladimi aka? Ha. Mana mashinani raqamlari bilan olib qo'ying. Toshkent shaharniki. Mana bagajni ko'rdingiz, to'g'rimi? Shunday. Endi motorini ko'rasiz. Bitta salonni ham oling. Mejigar bor. Mana motorni ko'rdingiz, bagajni ko'rdingiz, to'g'rimi? Salon holatini. Faqat yozuvga qaramaysizda, yili nechida o'ylaysiz buni? 21-22 yil bormi-ki? Ha. Shunaqa deb o'yladingiz, to'g'rimi? Lekin mashinamiz unaqa emas. Mashinamiz yil 19. 2019. 2019-yil 24 ming yurgan. Probeg 24 ming. 24 ming. Endi bu mashina nima deyman? Olib qo'yilgan, turgan mashina. Mana davlat raqamlari bilan olib qo'ying. Egalari ham ko'rsin buni. Shunday. Bizda yana nomer yechib qo'yib bekitish, sotish yo'q, aldab sotish yo'q. To'g'risini aytaman-da. Mana ma'lumotini ham ko'ring. Toza bir qo'l 19 ga 20, 24 ming yurgan. Mana 5770 o'zim nomerim. Xo'sh, buni ham o'sha o'zimizda obunachilardan olindi. 2019 24 ming yurgan. Bor yo'g'i. Tushundingizmi? Mana nomerlaridan ko'rsatdingiz-a, o'sha bizga sotgan odamni o'zi ham ko'rsin. Bizda aldo degan narsa yo'q, bo'ladigan narsa. Xo'sh. Endi narxini aytaman-da, hammaga narx qiziq buni. Endi men misol palon summa degan vaqtim kimlardir qimmat deyishi mumkin. To'g'rimi? Hech qachon hech kim arzon demaydi. Lekin hamma narsa
o'zini qadri bilan, puli bilan, holati bilan narx-navo belgilanadi-da, to'g'rimi? Misol 24 ming yurgan 19-yilda ishlab chiqarilgan mashinani bozordan topish amri mahol. Qiyin. Ko'chadan topish ham qiyin. Narxiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, narx qiziq. 11,5 so'rab turibmiz. 11,5 ming. 11,5 yana kelishtiramiz. Xo'sh, arenda variantga olaman deydiganlarga $3,000 bilan 12 ta viloyatga variantga chiqadi. Bank bo'lmaydi. Naqd yo variant qilib beramiz. Buni yilini hisobga olmasa yangi mashina ekan. 24 ming. Uni katta probeg emas. 24 ming probeg bunaqa topish qiyin. Shunaqa. Endi mana ikkinchi mashinamizni ko'rsatamiz. Buni ham xuddi shunaqa birinchi bagajdan boshlaymiz. Bu haftaga men nima deyapman? Antikvar mashinalar bo'ldi-da. Zo'rlaridan, saralaridan kelib taqqatdi. Mana buni ham davlat raqamlarini ham oling. Bagajni ko'rdingiz. Endi motorni ko'ramiz. Mana bitta salonni oling. Avtomat. Endi mana atsekni oling. Buni yiliga ko'zim tushib ketdi lekin. Ha, ko'p bilaman shu. Mana bachoglari bilan. Qarang. Yangi turibdi bu ham, Ha, holati zo'r. pashti bez probegga o'xshaydimi? Mana bu mashinamiz ham o'rtoqlar 2020-yil. 20 ga o'xshamaydi lekin. Ha, lekin turishi 23 deb beradi, to'g'rimi? Probegi 42 ming. Buni ham mana raqamlari bilan olib qo'ying. Men nimaga har videoga aytamanki, mashinani raqamini oling, egalar ko'rsin. Shunday. Chunki kommentariyaga bir xil yozadi-da, bilib bilmay. Probeg aylangan bo'lishi mumkin, aldadingiz deyish mumkin. Mana bu nomerni yechib qo'yib bekitib sotsangiz u boshqa narsa. Buni YouTube'dan olingan o'rtoqlar, mana Toshkent shahar mashinasi 2020 42 ming yurgan. Kraska probeglarga любой joyiga javob. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, buni ham endi narxi arzon narx emas, to'g'risi. Biz o'zimiz ham bu mashinalarni arzonga olmaymiz. To'g'risi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $12,000 so'rab turibmiz. 12 mingga bu. $12,000. Xo'sh, nasiyaga olaman deganlarga ham bu ham $3,000 bilan nasiyaga chiqib ketadi. Aha. $3,000 bilan bank olaman desalar, Anor bankdan chiqarib bera olamiz. Anor bankdan где-то $1,700-$1,800 ni Anor bankdan chiqadi. Anor bank qolsa bo'ladi. 3 yilga chiqadi bu. Shu uchun o'rtoqlar telefon qilinglar. Mana 19 20 ikkita bez probeg. Bu hafta mashinalarimiz zo'r. Xudo xolasa xalqimizga, xudo xolasa yoqadi degan umiddaman. Oqlaridan ko'rsatdik. Qoralari ham bormi? Endi qoralariga o'tamiz-da. Qoralar ham bor. Qoralariga sekin o'tamiz. Mana bu 24imiz. Bilasizlar qanisher? Ha. Birinchi siz bilan video olganimizda men yana o'tib ketaman. 2024 16 ming yurgan. Mashinani raqamlari bilan olib qo'ying. Shunday. Bu mashinalarni men hammasini mana shu kanalimdan mashina olaman deyman, egalar chiqadi-da qanisher menga. Ha. Mana yana ko'rsatib o'taman. Mana mashina 2024 23-mayda salonni olingan. Mana shu opamizning nomiga chiqqan. Mashina oldi sotdi bo'lgandan keyin ham 24 bo'ladi. O'zgarib qolmagan 23 bo'lmagan. Men nima bilan ko'rsataman? Kraska probega qo'rqmasdan javob beraman degan sababiga qo'rqitaman. Ko'rsataman bu narsani. Mana kimlardir men birovni ishiga aralashish niyatim yo'q. Hamma o'zi bilgan ishini qilib sotadi. Kimdir nomer yechib qo'yib sotadi. Kimdir nomerni ko'rsatmasdan. Mana o'zingizlar ham videoga olib borsanglar nomerini tushirma deydiganlar ham bo'ladi. Bor. To'g'rimi? 5 qo'l barobar emas. Endi bizda bor haqiqat. Xo'sh, 24imiz 16 ming yurgan Kraska probega javob eksport variant. Mana bu mashinamizni birinchi qo'yganimizda bundan 2 hafta oldin $15,800 qo'yildi. Keyingisiga 15,5 qo'ydik. Kechagi videoda 15,200 qo'ydik. Bugun 15 ming qo'yamiz. 15 mingga. $15,000 qo'yamiz. Yana savdosi bor. Kami bor, kelishib Yana savdosi bor. Nasiyaga $3,000 ni 12 ta viloyatga chiqaramiz. Bank olaman desalar, xohlasalar Anor bank, xohlasalar Hayot bank, xohlagan banklardan qilib beraveramiz. Bankda farqi yo'q sizga. Farqi yo'q. O'zlari xohlagan bank tanlasa. Xohlagan banklardan qilib beraveramiz. Dastlabki xizmatlari o'tib o'taman o'rtoqlar. Naqd olasizlarmi, bank olasizlarmi, nasiyaga olasizlarmi? Agar mashina haydashga qiynalsanglar, 12 ta viloyatga ham beminnat, tekin olib borib ham beraverasiz. olib borib beraman. Aja erisalar yo'ldan bir chinoshimozdan baliq olib bersalar bo'ladi. Gap yo'q.
Keyin mexanikamiz mana G'anisher. Bu Mexanika bilan qora. bu bir kunda bozorga kirgan. Ha. 19 mexanika zavod gaz. Mexanika zavod gaz qorasidan temboli Ha. topish ancha qiyinroq lekin mana. Misol ko'pchilik so'rardi-da. Mana olib kirib kelganingizdan keyin biroz so'ramaydi. Haqiqatdan ham bu To'g'risi, mana Rustam aka zavod gaz yo'qmi, qora gibo yo'qmi, mexanika bo'lsa ham yo'qmi, puli arzonroq. Mashina 128 ming yurgan, bir qo'l hisob ma'lumot. Nomerlari bilan olib qo'yilgan, mana Toshkent shahar mashinasi. Tex pasportlarni ham, buni ham ko'rsatib yuboraylik-da. chexol polik tayyor. Bu tayyor. Mana tex pasportni ham yaxshilab olinglar. Mana hisob ma'lumot. Tushyaptimi? Aha. Mana bir qo'l. Mana bu kitobi bilan bu bitta odamning nomiga chiqqan. Bir xil vaqtda Bir chiqqan xil, vaqtda. ha. Qo'lma-qo'l bo'lmagan. Xo'p, mashinamiz 2019 128 ming yurgan. Kraska holatiga keladigan bo'lsak, o'sha kalinkani uchundan parogida bir qarich ikki tarafida ham. Mana shundoq. Ikki tarafida ham pitno sepilgan joyi bor. Tishirni o'ziga Ha. ham. Bu yo'q ham yo'llarda yo'q. Xo'sh. Zavod gaz. Buni 9 ming qo'yganmiz. Aha. 3 ta videoga ham 9 ming qo'ydik, lekin gap to'g'risini aytaman, uni xalq bilsin. Bir inson telefon qilib falon summa beraman degani yo'q. Bu haftaga buni ham narxini 200 dollarga arzon qilamiz. 8800 ga 8800 qo'yamiz, yana kelishtirib beramiz. gap yo'q. Nasiyaga bo'lsa 3000 dollar pullar bo'lsa nasiya chiqarib yuboramiz. Endi bular bank bo'lmaydi. Shunday. Bank bo'lmaydi. Shuning uchun yo naqd olish kerak yoki nasiya. To'g'ri. Xo'sh, mana hozir o'rtoqlar, xudo xolasa, 6 ta mashina qo'ydikmi? 6 ta ko'rsatdik. 6 ta mashina qo'ygan bo'lsak, hamma mashinamizni narxi bilan qo'ydik. Hech birontasini narxi taqalgan narx emas. Bir rosta so'rab turgan narximiz. Shunaqa. Shuning uchun kelsanglar savdosi bor. Yana aytib o'taman, sotiladigan mashinalar bo'lsa, aytinglar, kelishtirib yaxshi narxlarga sotib olamiz. Bozor bu meni fikrim, hammani o'zini fikrini bildirishga haqqi bor. Bozorda pashti savdo yo'q. Deyarli to'xtab qolgan. Ha, bozorda odamning o'zi ham yo'q. Mana xohlasanglar, buni bir olib ko'rsanglar. To'g'risi, buni xalq ko'rsin. Bu bekitadigan joyi yo'q. Misol, mana kimdandir mashina chiqadi, borsangiz palon qimmatroq so'raydi-da, aka, bozor savdo yo'q. Sal kelishtirib ber. Ishimiz shu. Bir so'm pul tutganmiz, olib o'tiramiz. Xudoga tavakkalda bu. Savdo bo'lsa sotamiz deymiz, bo'lmasa turaveradi deymiz-da. Shunday. Mana shu mashinalar ham hozir G'anisher 3 hafta, 3 hafta, 2 hafta turibdi. Stenka pul ham ishlayapti. Bir haftaga bitta mashinaga 300 ming so'm stenkani o'zi. Shunday. To'g'ri, moyka qildirasiz. Bir haftaga 3 marta yursa 50 ming so'mdan 150 ming. Bitta mashina 500 ming rasxod bo'ladi. Turgan joyiga. Turgan joyiga. 4 ta mashinangiz bir haftaga tursa 2 million rasxod. Shuning uchun o'rtoqlar, sotiladigan mashina bo'lsa, mana bozorda ahvolni o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bozorda savdo yo'q. Xalq o'zi oladigan. Narxini sal kelishtirib bersanglar, biz endi tavakkalga pul tikamiz. Bu ertaga bozor bo'ladimi, bo'lmaydimi, u peshana. Shuning uchun kelishtirib bersanglar, yaxshi narxlarda savdo qilib olamiz. Generalni bersalar, sal balandroq olamiz. Oldi sotib bo'ladigan bo'lsa, arzonroq olamiz. Shuni hisobi ham Ha, bor. o'sha generalni ham 1 yil, 2 yilga olmaymiz. 2-3 oyga olamiz. Shu o'rtoqlar nima deymiz? Kanallarga kiringlar, like, podpiskalarni ayamanglar. Instagram kanallarga ham o'tib obuna bo'lib, like'larni bosib tashlanglar. Shunday. Любой maslahat bo'lsa bemalol. Любой maslahat 24/7 telefon aloqada. Ekrandagi nomerlar o'zingizniki, bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Любой maslahat so'rayman desanglar, mana shu 5770 nomer meniki, любой maslahatga. Telefon qilaversinlar, beminnat. Sotiladigan mashina bo'lsa, ekrandagi ikkita nomerga telefon qilaversinlar. Chunki 5770 meniki deganim o'sha maslahatlar bo'yicha bemalol. Sotiladigan mashina bo'yicha ikkita nomerga ham qilaversinlar. Bittasi meniki, bittasi sherigimniki. So'ng любой mashinani sotib olaveramiz. Maslahat bo'yicha 5770 ga chiqaringlar, o'zim ko'taraman. Gap yo'q Shu. aka. Hammani omadini bersin, hammaga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Mashinalar narxi bundan-da yana tushib ketsin. Shunaqa bo'lsin aka. Mashina olaman deb niyat qilib yurganlar, iloyim niyatiga yetib mashina olib minsin. Bizning maqsadimiz shu. Mashina qancha arzon olsak, arzon sotamiz-da. Narxlar bundan tushib ketsin. Hammani omadini bersin. Hammani kutib qolamiz, bemalol kelaversin. Bemalol telefon qilaveringlar. G'anisher, sizga ham rahmat. Rahmat Rustam aka. Ilhom tog'a, sizga ham rahmat. Vaqtinglarni ayamasdan kelib, mana shu obzor qilishga yordam berganinglar uchun sizlarga ham ishinglarga rivoj.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. YouTube'ga Rustam aka kanaliga kirib obuna bo'linglar, Instagramga Rustam avto kanallariga kirib obuna, layklarni bosib tashlanglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.